Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga 4-sinf musiqa kitobidan Qor qo'shig'ini gitarada kuylab bermoqchiman. O'rganish uchun juda ham qulay va gitarada musiqadan dars beradigan men kabi ustozlarim uchun asqotadi degan umidaman. 2 dona akkorddan foydalandim. MP3 ni eshitib, hop, re major va sol major akkordlaridan foydalandim. Mana shu ikkita akkordda keltirib olasizlar. Hop, boshladik Qor qo'shig'ini. Olcha guli bargiday o'ynab o'chib yog'ar qor. Olcha guli bargiday o'ynab o'chib yog'ar qor. Ajab qorga qarayman, ko'zimda yashnar bahor. Ajab qorga qarayman, ko'zimda yashnar bahor. Daraxtlarning shoxida qor yashnaydi xuddi gul. Daraxtlarning shoxida qor yashnaydi xuddi gul. Qiya tepaliklarning yaxida yarqirar ul. Qiya tepaliklarning yaxida yarqirar ul. Chana tortgan bolalar telpagida pag'a qor. Chana tortgan bolalar telpagida pag'a qor. Qiyqirib o'ynashadi, shodligida bor bahor. Qiyqirib o'ynashadi, shodligida bor bahor. Shodligida bor bahor. Bizda tanaffus bo'ldi. O'ylaymanki, qo'shig'imiz sizlarga asqotadi. O'rganib olish uchun juda ham ayni muddao. Salomat bo'linglar. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Va o'quvchilarimiz kutib turmaydi. Tanaffus bo'lishi bilan sen qo'shiq aytyapsanmi, boshqa qilyapsanmi, farqi yo'q. O'quvchilarimizga ham insof bersin.